Sen o'sha kvartira uchun turmushga chiqibsan, ha? Asl maqsading o'sha uyni undirish bo'lgan ekanda, ha? Yo, unaqa emas. Siz aralashmang. Gapir. Senga oila kerakmi? Yoki mol dunyo? Yo o'sha to'rtta devor kerakmi? Gapir. Nega jim turibsan? Ha, menga uy kerak, bo'ldimi? Shu kerakmi sizga? Bilib qo'y. Men ikki dunyoda ham rozi emasman. O'sha uy senga buyurmaydi. Meni eringni norozi qilar ekansan. Hech qachon yaxshilik ko'rmaysan. Mahr olgandan keyin erni rozi qilishing kerak edi. Erni urug'ini rozi qilishing kerak edi. O'g'lim esa sendan umuman norozi. Gulday oilani barbod etganing uchun ham, qadriga yetmaganing uchun ham baxtli bo'la olmaysan. Baxtsiz bo'lasan. Bo'ldi endi. Xor bo'lasan. Bo'ldi endi. Hadab qarg'orasizmi qizimni? Men sizga hammasini aytgandim-ku. Aytmay har narsa bo'ling. Oyi, bularga gapirmang, foydasi yo'q. Yuring. Bor. Adamingni yo'qot. Hayır. Yuring, oyi. Bekor qilding, qizim, bekor qilding. Qo'ysizchi. Oyi, tinchlikmi, nima bo'ldi? Ketishdimi? Ha. Ketdi. Buni qayerdan topgansan? Bu nokas bizni boyligimizga ko'z tikkan ekan. Hali ko'rasan xor bo'ladi. Mol paras ekan. Odammas ekan. Oyijon, bo'ldi, tinchlening, o'zingiz bosing. Qana qilib o'zimni bosaman. Bu nokasni qayerdan topding? Ko'zing shunchalik ko'rmadi, bolam. Meni mahalla ko'yni ichida, qarindoshlarim ichida sharmanda qildi. Oyijon, siz nimaga sharmanda bo'lasiz? Ayb ulada-yu. 3 kunda yomon otliqqa chiqdik, bolam. Peshalam qursin-a. Seni shu orzu-havaslar bilan katta qilganmidim. Oyijon, bo'ldi, siz yig'lamang, hammasi yaxshi bo'ladi. Bu bilan yaxshi bo'lmaydi, bolam. Ko'zimga shundoq tikilib turib, ha, uy uchun tekkanman dedi. Tushunyapsanmi? Bolam, meni kechir. Uy o'shalarni boshida qolsin. Mayli. Faqat meni kechir. Majbur bo'ldim. Oyijon, sizda hech qanaqa ayb yo'q. Siz kechirim so'ramang. Majbur bo'ldim, bolam. Oyijon. Bo'ldi, yig'lamang. Yashashma? Ha, oyi. Qizim, bekor ketyapmiz. Oyi, bu xotinni qo'polligini ko'rdingizmi? Aytgan gaplarni eshitdingiz. Men-chi bularni yomon ko'raman. Men bu uyda yasha olmayman, bir kun ham yasha olmayman. Qizim, oilang nima bo'ladi? Hozir ketsang, 3 kunlik kelin. Mahalla qo'mi qarindosh oldida gap so'z bo'lamiz-ku. Oyi, o'lib ketsa bunaqa gap so'zlar. Mengacha umuman farqi yo'q. Balkim kuyov bilan gaplashib ko'rarmiz, qizim. U tushunadigan yaxshi yigit. Oyi, buchi onasini chizgan chizig'idan chiqmas ekan. Hech kim bilan gaplashishni keragi yo'q. Meni yuragim g'ash, qizim. Sen yaxshi uyni, yaxshi insonlarni qadriga yetmasdan ketyapsan. Oyi, o'lsam o'lamanki, bu uyga qaytib qadamimni bosmayman. Bo'ldi, oyi. Yuring ketamiz. Sizga boshqa yalinib o'tirmayman.
Ketmasangiz ketmang. Shoshma dedim. Shoshma. Qiz, shoshma dedim. Nima deding? Ajrashar ekanmi? Ha, oyi. Ajrashayotgan ekan. Voy, o'lmasam, 3 kunlik kelin bo'lsa. Voy, sharmanda. Oyi, nimaga sharmanda deyurasiz? O'sha xonadonda baxtli bo'lishga ko'zi yetmagandir. Voy, Shuning uchun ajrashmoqchidir. Biror bir sababi bordir. baxt bu olmaga o'xshab shoxdan uzilib tap etib tushmaydi bolam. Baxtli bo'lish uchun inson harakat qilish kerak, mehnat qilish kerak. Men aniq bilaman. U qizni o'zini yashagisi kelmagan. O'zini tutib turishidan shunday bilingandi. Oyi, Parizoda ham ataylab qilmagandir. Shoshma. Tag'in seni yana o'shani oldiga borish xayolingga kelmasin, a? Hoy bola. Bilib qo'y. Endi u ko'rgan juvon bo'ladi, tushunyapsanmi? Men shunchaki eshitgan narsamni sizga aytayapman xolos. Uni yoniga qaytib boraman deganim yo'q. Bilaman, sen rahmdil yigitsan. Oldinga kelib, kechirim so'rasa gaplashib o'tirmagin, a? Tushundingmi? Sen hali undan 1000 karra yaxshisini uchratasan, bolam. Kechadan beri hali hech narsa yemadingiz. Boshingiz hali ham og'riyaptimi? Boshim tars yorilib ketay deyapti. Doktorga olib boringmi? Yo'q, shart emas. O'tib ketadi. Kechasi bilan uxlamadim. Shunga sal boshim og'rib qopti. Unda dam oling ozgina. Qanday dam olaman? Seni kelajagingni o'ylab, ko'zimga uyqu kelmayapti. Qanaqa tarbiyali, esli xushli bo'lasan? Senga kimlar qizini bermasdi? Kelib qayodiga tannosa uchradik. Hali o'ziga kelib qoladi oyi, o'ylayvermang. Bolam, sen o'ziga kelib qolishiga ishonyapsanmi? Bu kirni faqat go'r tuzatadi. Bu mol parasida, mol parasligicha qoladi. O'zgarmaydi. Oyijon, o'zgarmasa o'zgarmas. Menga asosiysi sizni sog'ligingiz muhim. O'zimni suyangan tog'imsan. Qancha orzu niyatlar bilan to'y qilgandik. Ko'z tegdimi nima balo? Bo'ldi, o'ylayvermang. Men ishga borib kelmoqchiman. Uyda o'tirib zerikib ketdim. Bo'pti, bemalol borib kelaver. Sizchi bu ahvolda qiynalib qolmaysiz? Yo'q, meni o'ylama. Men o'zim uyimdaman. Mabodo bu narsa kerak bo'lsa qo'ng'iroq qilaman. Xo'p, oyi. Men ketdim unda. Yaxshi borib kel. Yaxshi o'tiring. Voy, Assalomu alaykum. va alaykum Xola, assalom. yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Tuzukmisiz? Rahmat. Oyingizlar uydamilar? Ha, uydalar. Ha, bir xabar olay deb keluvdim. Yaxshi bo'pti xolajon kelganingiz. Men ishga ketayotgandim. Hmm. Onamni biroz mazalari yo'q edi. Ha. Xavotirda ketayotgandim. Ha, Kiring uyga. Yonlarda ozgina gaplashib o'tiring. mayli. Siz yaxshi borib keling. Xo'p, bo'pti. Kiravering. Xo'p. Xudoga shukr. Endi xotirjam ishlaydigan bo'ldim. Qizim, nima o'tirish bu? Nima bo'pti, oyi o'tirishimga? Nima bo'pti? Iye, xuddi hech narsa bilmagandek bemalol o'tirishingni qara. Nima qilishim kerak, oyi? Ko'z yosh to'kib, aza tutib o'tirishim kerakmi? Qo'ying, oyi, o'zi asabim buzilib turibdi. Asabingdan o'rgildim seni. Kuyov telefon qilmadimi? Yo'q, qilmadi. Ha, unda bundoq o'zing telefon qilib gaplashmaysanmi? Voy. Nimaga qilaman? Nimani gaplashaman? O'zimni past ko'rib telefon qilamanmi? Yo'y, seni ering-ku. Nima bo'lganda ham bir pog'ona sendan yuqori turadi. Erkak kishini o'ziga yarasha g'ururi bor. Ustiga ustak ayb senda bo'lsa, birinchi bo'lib sen qadam tashlashing kerak. Tushundingmi? Oyi, men past ketmayman, bilasiz.
Oilang uchun kerak bo'lsa, pastga tushing kerak. Buni turmush deb qo'yibdi. Kerakli joyda uzr so'raysan, yalinasan, yolvarasan. Buni nimasi yomon? Hech qachon. Men miyovlab yuradigan mushuk emasman. Unda kimsan? Qiz, menga qara, kimsan? Bitta oilani ham eplolmading. Qanaqangi yaxshi insonlarga xudo bo'lgandim. Shuni ham etagini tutolmading. Nimanga kerilasan? Nimanga kerilasan? Oyi, sizga tushunmayapman. Nima bo'lyapti sizga? Aytaymi nima bo'layotganini? Seni ko'rsam, yuragim siqilyapti. Seni qilgan qilig'ingdan, yuzimni qayoqqa olishni bilmayapman. Qo'ni-qo'shnilarning oldida. Seni tarbiyangdan yuragim siqilib ketyapti. Sendek qizni tuqqanimga hayfa. Opa, ahvollaringiz yaxshimi? Nima bo'ldi o'zi? Aytsam tilim kuyadi. Aytmasam dilim. Saltanatxon, 3 kundan bir halovatimiz yo'q. Qayoqdan ham shu qizni olib berdim. Voy sho'rim, endi afsuslanib o'tiribsizmi? Nima bo'ldi o'zi, tinchlikmi? Bu kelinmas. Balo chiqdi. Balo. Bironta aytganimni qilmaydi. Bironta ish eplamaydi. Kecha 3 kun bo'ldi tushganiga. O'zidan o'zi kiyinib, ko'chaga ketyapman dedi. Voy, qanaqa ko'chaga uyat bo'lmaydimi desam, voy, deganimcha qoldim og'zimda gapim bilan. Voy, o'zini aytganini qiladigan taka qiz ekan bu. Bitta qiz deb rosa erkalatishgan ekanda, Yaxshiyam meni qaynopam Vazir opa shu qizni kelin qilmabdi. Qarmog'iga ilinib qolgan bo'lardi bo'lmasa. U Tavba. ha, Voy, kechirasiz. Men demoqchi edimki, yo, men tushundim. Ha, endi peshanaga shu yozilgan ekanda. Esiz. O'g'limni baxti. Ancha orzu havas bilan to'y qilgandim. Xayollarim xom xayolga chiqdi. Kela olsam, men ham rohat qilib, bir piyola choyimni xotirjam ichaman deb o'ylagandim. Lekin afsus, niyatimga yetolmadim. Mana chapagimni chalayib o'tiribman. voy. Qo'ying, siqilmang. Sizni mana shu ahvolga solgani uchun boplab adabini bering. Qanday qilib? Men sizga tushunmadim. Menga qara. Nimaga sen men gapirsam teskari qarab ketasan? Sen ham dadangga tortgansan. Otang ham mana shunaqangi qaysar molfaras edi. Nuqul dilimni og'ritardi. Aytganini qilaverib, meni jahlimni chiqarib, ko'nglimga qaramasdi. Faqat o'zini o'ylardi. Sen ham otangga o'xshading. Qazisan, qartasan, asli naslingga tortarkansan-da. Oyi, nimaga hadeb menga bosim qilaverasizlar, Qizim, el oldida men nima degan odam bo'ldim? Shuni tushunyapsanmi o'zi? 3 kundayoq qaytib kelding degan dashnomni orttirding. Ko'chada qanaqa qilib yuraman? Oyi, o'sha gapirayotganlar gapiraversin. Menga umuman qizig'i yo'q. O'sha gapirayotgan odamlarchi, Farruxni uyida bir kun yashab ko'rsin, keyin ko'raman ahvolini. Namuncha ularni yomon otliqqa chiqaraverding, O'zingda ham ayib bor-ku. Sen ham farishta emassan-ku. Sen namuncha birovlarni ayblayverasan, Mahrga uy so'rading, olib berdi. Endi shunga loyiq ish qilmaysanmi? Qaynanang to'g'ri gapirdi. Tushundingmi? Shunaqa deng. Demak, siz ham ularning tarafida ekansiz-da. Ular tarafidaman. Oyi, menga er kerak emas. Men o'zim yashamoqchiman. Nima? Nima deding?
Bu gapni bir ayting, qaytib gapirma. Tushundingmi? O ahmoq qiz, ersiz o'tganni bittasi menmi? Biz ayol kishimiz. Yonimizda suyanchig'imiz bo'lish kerak. Yashagan hayotimiz ko'zimizga ko'rinmaydi. Shuni qulog'ingga quyib ol. Tushundingmi? Senga yaxshilikcha gapiryapman. Tushunyapsanmi? Senga bir kun muhlat. Yo ering bilan, qaynanang bilan yarashasan, yoki ko'zimga umuman ko'rinmaysan. Opa, ichingizda alam tirnayotgan bo'lsa ko'rsatib qo'ying ularga. Shu paytgacha sizni qaddingiz hech ham bukilmagan. Sizniki o'g'il, xavotir olmang. Ertaga yana onasi o'pmagan qizga uylantirib qo'yasiz. Ha, bo'y bastlari ham kelishgan bo'lsa, topish tutishi ham yaxshi bo'lsa, nimaga ezilasiz? Ular ezilsin. Ha, eridan qaytgan juvonga endi kim ham uylanardi? Menga qarang. Agar onasini aqli bo'lsa, qizini oldiga solib olib kelardi. Buni qila olmaydi. Ha, Saidani ko'rdingiz-ku, qiziga gap o'tmaydi. Ha, niholi boshidan yaxshi o'stirish kerak, parvarish qilish kerak. Endi unga hech ham kuch yetmaydi. Siz-chi opa, hech ham siqilmang. Qanaqib siqilmayman. O'zi aslida-chi, mana shulargacha o'zim tayyorlaganman. Kelinlarga bunaqa narsa qilish kerak emas. Hamma narsa iluvli qolaveradi, ketaveradi, lip etib narsasini ko'tarib. Mebelni ham olib berish kerak emas. Agar o'ziga mebel oldirsa, "Voy, mebelimni qanaqa olib boraman? Qo'ni qo'shni oldida nima degan odam bo'laman?" deb qolardi. Yo'q, hech narsa yo'q. Ketdi bordi. Opa, anu mahrga bergan uyingizni qaytardimi? Qayoqda qaytaradi? Kalti o'zi bilan olib ketdi. Voy, Undan keyin mahr kelinni haqqi. Uni qaytarib olib bo'lmaydi. O'g'lim nima degan odam bo'ladi? voy ordona qog'ure. Yangi kvartirali bo'lib qopti-da. O'zi maqsadi ham shu bo'lgan uni. Ay, sizlar-ya. Boshida shunaqa maqsadi borligini bilganimda yaqin yo'latmasdim. Odam molasi ichida bo'lar ekanda. Mana shu yerda alamim qolib ketdi. Alam qolib ketdi. Opa, ha, alamingizni oling deyapman-ku. Ha, ana temirni qizig'ida bosish kerak. Ha, qanday qilib? Ha, mahrga berilgan uyni mayli qaytarmasin. Ha, lekin to'yga, sarpa-suruqqa ketgan hamma xarajatlarni teng-tiyinigacha qaytarsin. Dabdabali to'y qildingiz, kazo san'atkorlarni aytdingiz, davrani rosa qizdirdi. Qancha xarajatingiz ketdi? Boring, shartda ayting. Hammasini qaytarsin. Ana o'shanda nima qilishini bilmasdan qizini oldiga solib olib keladi. Voy. Unaqa qilsam bo'lmaydi. O'g'lim xafa bo'ladi, mendan sovib qoladi. Ha, o'g'lingizga aytmasdan boring, shartda o'zingiz borib ayting. Nima, siz yerdan supurib olyapsizmi pullarni? Bu to'yga qancha xarajat qilgansiz? To'lasin, hammasini to'lasin. To'g'ri aytasiz. Bu yog'ini o'ylamabman. Sen bu yerda nima qilyapsan? Bugun ishga chiqqanmidingiz? Nima qilyapsan deb so'rayapman sendan. E'tiboringiz uchun men ham shu yerda ishlayman. Seni ko'rsam nimagadir jahlim chiqib ketyapti. Men ham sizni ko'rsam xursand bo'layotganim yo'q. Xotiramang. Pari, nimaga bunchalik alamzadasan, bilasanmi? Men alamzada emasman. Onangiz ikkalinglarni topib olgan gapinglar shu-ya? Mana ko'rdingmi? Sen o'zingni boshqara olmayapsan. Xo'p, mana o'zimni bosib oldim. Xo'sh, nega alamzada ekanman, aytingchi? Chunki seni ichingda bo'shliq bor. Sen ota mehrini ko'rmasdan yarim ko'ngling bilan yashagansan. Senga qattiq turib yo'l ko'rsatadigan, nima noto'g'ri, nima to'g'riligini ko'rsatadigan odam bo'lmagan. Oyingni ham menimcha ona o'rnida ko'rmasang kerak, to'g'rimi? Bekorlarni aytibsiz. Hech ham unaqa emas. Nimalar deyapsiz o'zingizdan o'zingiz? Haqiqatni tan ol. Agar oying bor, hozir borib yarashib keldiganda yarasharmiding? Ha? Menimcha o'zi shunaqa degan bo'lsa ham kerak. Lekin sen hali ham osmondasan.
O'zingni osmoningda yuribsan. Ajab bo'pti. Pari, bilib qo'y. Senga o'zingdan boshqa hech kim kerak emas. Umringni oxirigacha xudbin bo'lib o'tib ketasan. Farangiz, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Sizda gapim bor edi. Yana nima gap? Har holda mendan Parizoda haqida so'ramasiz. Meni hayotimda endi Parizoda yo'q. Farangiz, men uchun endi faqat siz borsiz. Hayot bizga doim sinov berar ekan. Tuyg'ularimizni ham sinovdan o'tkazar ekan. Men Parizodani misolida o'zimni tuyg'ularimni sinalganini ko'rdim. Farangiz, siz ishoning, hammasi yaxshilikka. Meni tuyg'ularimni rad qilmang. Bilmadim. Men qancha desangiz kutishga tayyorman. Ko'rishib, gaplashib tursak. Bir-birimizni yaqindan o'rganardik. Axir buni yomon joyi yo'q, to'g'rimi? Aslida haqiqiy sevgi ham yillar davomida uyg'onadi. Shu fikrimga nima deysiz? Bilmasam, men hech kimni sevib ko'rmaganman. Ikkalamizga ham vaqt kerak. Nima deysiz? Agar o'ylaganlarimiz sevgi bo'lmasa-chi? Buni vaqt ko'rsatadi. Voy, assalomu alaykum qudajon. Yaxshimisiz? Keling, yaxshimisiz, yaxshi. quda? Kiring ichkariga. Yo'q, rahmat, shu yerda gaplashib olamiz. Qo'ni qo'shnilar ko'rgandan ko'ra yuring ichkariga kiraylik. Qizingiz uydami? Yo'q, chiqib ketgan. Uyda o'tirmaydigan qiz katta qilganmisiz, ha? Namuncha ko'chaga chiqadi u? Yuring, opa, bu yerda turmaylik, ichkariga kiring. Kiring. Kiring, kiring. Kiravering. Ey xudoyim, ey. Qani, kiring ichkariga. Qani keling, o'tiravering. Men hozir choy damlab Yo'q, kelaman. yo'q, 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 yo'q. Choy ichgan kelganim yo'q. O'tiring, gaplashib olamiz. O'tiring. Qani ilohi omin. Tinchlik, xotirjamligini bersin. Farruxjon, yaxshimilar, xudo? Yaxshi yuribdilarmi? Yuribdi. Ishga ketgan. Bolam bechora ancha egilib qoldi. Kelin bunaqa chiqadi deb hech ham o'ylamagandik. Men endi qizimni o'zim yo'lga solmoqchiman, xudo. Menimcha yo'lga solinmaydi. U endi o'z bilgancha yashaydi. Saydaxon, bu yerga men alamimdan keldim. O'sha yangi kvartirani qaytarib beringlar deb kelgan bo'lsangiz kerak. Sezib turibman. Yo'q, sezmadingiz. Unaqa emas. Biz o'sha kvartiraga rozimiz. Nima bo'lganda ham o'g'lim uni mahr qilib qizingizga olib bergan. Menchi oriyatli, bir so'zli yigitni katta qilganman. Undan keyin bizni u uyga zor joyligimiz yo'q. Agar o'g'lim xolasa, unaqa kvartirani 10 tasiga qurib etadi. Aslida bu yerga men boshqa shart bilan keldim. Nima shart ekan? Bolalarimizni yarashib ketishiga harakat qilish bizning vazifamiz. Ay xudoyim. Ularga vaqt beraylik. 1 oymi, 2 oymi yashab ko'rishsin, bir-birini sinasin. Agar bizni uyga, bizni oilamizga munosib kelin bo'lib xizmat qilsa, oilasini tiklasin. Qani edi. Menga ham qizimni oilasi buzilmagani yaxshi. Unda shartimni bajaring. Oy. Qanaqa shart ekan? Qizingiz chaqiring. Uni yonida aytaman shartimni. Siz esa meni qo'llab tursangiz bo'ldi. Quda
tushuntiribroq gapiring. Men tushunmayapman. Marhamat xonim. Nima bu? Ishdan bo'shaganligingiz haqida ariza. Tushunmadim. Ishdan bo'shatishdi? Huh. Nega bo'shatishdi? Siz kirib yomonlagandirsiz-da? Ha, boshliqning yoniga kirib meni yomonlagansiz. Sizdan buni kutmagandim lekin. Bilasizmi siz kimsiz? Kalamushsiz. Ey, ovozingni o'chir. Men seni yomonlaganim yo'q. Men erkakman. Kimnidir orqasidan ig'vo tarqatib yuradigan lattalardan emasman. Boshliqni o'zi seni ishlaringdan qoniqmadi. Bo'shashing haqida o'zi aytdi. Odammas ekansan, maraz. Allo, ha oyi. Tez uyga yetib kel. Nega tinchlikmi? Gaplashib olishimiz kerak. Yana nimani gaplashamiz oyi? Yana uyga bordiysizmi? Hozir bilasizmi nima bo'ldi? Bu iflos meni ishdan haydattirdi. Uyga kel dedim senga. Hozir qizimga telefon qildim. Hozir keladi. Yaxshimisiz? Bilasizmi, quda, xo'jayinim bilan ajrashganimda qizim 6 yosh edi. Men xo'jayinim bilan baribir yasholmadim. Ajrashishga majbur bo'ldim. O'shanda bitta qizni bekami ko'z o'stiraman deb ne kunlarni ko'rmadim. Otasizligini bildirmasligi uchun o'zimni o'qqa-cho'qqa urdim. Shunday qilib, mundoq olib qarasam, qizimga tarbiya berishni unutib qo'yibman. To'g'ri, sizda ham balki ayb yo'qdir. Oila boqishni o'zi bo'lmaydi. Men o'tib ketgan yillarimga mundoq qarab turib, achinishimni ham bilmayman, yig'lashimni ham bilmayman. Parizodaga qarab, gohida shu meni qizimmi deb ham qolaman. Nahotki u shunchalik qaysar, alamzadami? Nimaga bunaqa bo'lib o'sdi bilmayman. O'zim ham hayronman. Saidaxon. Bolalarimizni xatolarida bizni ham aybimiz bor. Qudajon, men ham juda yaxshi niyatlar bilan qizimni uzatgan edim. Baxtli bo'lishini xohlagan edim. Lekin ko'rib turibsiz-ku, o'zini aybi bilan baxtsiz bo'lib o'tiribdi. Qarz ikki qo'ldan chiqadi. O'g'limni bitta aybi qizingizni yaxshi ko'radi. U oilani saqlab qolishga qancha harakat qildi. Ha, qizim ham o'zgarsin-da. O'zingizni qizingizni o'zgarishiga nahotki ko'zingiz yetmasa. Axir onasisiz-ku. Bilmadim. Oxirgi paytlarda qizimni tanimay qolyapman. Oyi, Keldingmi qizim? assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qizim, biz quda bilan gaplashib o'tirgandik. Xullas, bu yerga men bir shart bilan keldim. Nima shart ekan? Sizni orzu-havaslaringizni ro'yobga chiqarish uchun dang'illatib to'y qildik. To'ydan keyin hamma gap so'z qildi, havas qildi. O'g'lim bilan topgan tutganimizni sarf qilib, shu to'yni o'tkazdik. Sarpa-suru, mebellar, pardalagacha xorijga edi. Bu arzon turmaydi, bilasiz. Lekin mana 3 kunda oyizga kelib oldingiz. Endi o'sha to'yga ketgan xarajatlarni hammasini bir tiyinigacha qaytarasiz.
Nima? Ah, ah. Topgan gapingizni qarang. Shu gaplarni o'ylab topib keldingizmi shu yerga? Nimaga qaytararkanmiz? Bu faqat meni to'yimmidi? Ha, o'g'lingizni ham to'yi-ku? Ha, undan keyin biz ham xarajat qilganmiz. Bu nikohni buzgan siz bo'lasiz. O'g'lim siz so'ragan hamma narsani olib berdi. Oilasini saqlab qolishga harakat qildi. Undan keyin bizni uydan ham hech kim sizni haydagani yo'q. O'zingiz lash-lushingizni ko'tardingiz-u ketdingiz. Men mahrga olib berilgan kvartirani so'rayotganim yo'q. Lekin to'yga ketgan xarajatlarni bir tiyincha qaytarasizlar. Bizda unaqa pul yo'q. Bir tiyini ham yo'q. Xarajatlar ham yo'q. Bo'ldimi? Cho'ntagingda kemering yo'q ekan. Qatingga kerilding unda. Og'zingni ko'pirtirib, katta-katta narsalarni so'rading-ku. Ko'rpangga qarab oyoq uzatsang bo'lmaydimi? Endi Xudo bunaqa demang, iltimos. Unda qizingizga o'rgatib qo'ying. Mahrga qimmat uy so'radimi? O'zi o'shanga loyiq bo'lsin. Tilidan chakillab zahar tomib tursa, na hurmatni izzatni bilsa, na eri xizmatini qilsa, na qaynonani xizmatini qilsa. O'g'lim aytgan uchun, o'g'limning so'zi qaytmasin deb qizingizni olib berdim. Bo'lmasa bunaqa turqi sovuqlarni hech qachon uyimga kirgizmagan bo'lardim. Balkim hali yarashib ketishar. Xullas, oldinglarda ikkita yo'l bor. Yo xarajatni bir tiyinligicha qolmasdan to'lab qo'yasizlar. Yoki bu qiz men uyimga borib o'g'limdan kechirim so'rab, bizni oilaga munosib xizmatini qilish kerak. Bir kun muhlat sizlarga. Nima? Shoshmang, Xudo. Shoshmang. Oyi, qayerdan kelyapsiz? Men ishdan voqli keldim, kesam yo'q ekansiz uyda. Toza havolarni aylanib, havo olib kelyapman. Ahvolingiz yaxshimi? Ertalab boshingiz og'riyotgandi. Yaxshi. Hozir ancha yaxshiman. Men ataylabdan ishdan voqliroq kelgandim. Sizni ovqatlanishga u joyga olib boraman deb. Shart emas. Hozir ko'chadan keldim o'g'lim. Undan ko'ra ikkalamiz biror narsa tayyorlaymiz. Bo'pti, oyi. Unda men o'zim sizga narsa tayyorlab beraman. Senmi? Ha? Kashki qovurishdan boshqasini bilmaysan-ku? Amalliman, oyijon. Mayli. Men ko'rsatib turaman, sen qilasan. Men kiyimlar bilan almashtirib chiqay. Xo'p, men oshxonada kutib turaman sizni. Ha. Nima bo'ldi, oyi? Ketdilarmi? Tinchlikmi? Ha, ketdi. Qizim, qaynonangning gaplarini o'zing eshitding. Ertaga borib kechirimingni so'ra. Ular kechirishadi. Oyi, nimalar deyapsiz? Men ularga boshimni egamanmi? Ha, g'ururim nima bo'ladi? Qanaqa g'urur? Senga zarracha ham foyda bermaydigan g'urur to'g'risida gapiryapsanmi? Ko'chadagi begonalarga ko'rsatasan o'sha g'ururingni. Ular endi seni oilang. Shuncha ayib qilsang ham ular kechirishmoqchi. Shunaqangi bag'ri keng, oliy janob insonlar ekan. Bunaqangi insonlarni qayerdan topasan? Oyi, qo'ysangizchi. Ular bizni shunchaki qo'rqitdi. Xarajatlarni baribir qaytarmaymiz.
Qo'lidan hech narsa kelmaydi. Nima? Sudga berarmidi? Ha, biz ham to'yga xarajat qilganmiz-ku. Lekin vijdoning oldidagi sudchi. Vijdon bormi senda? Bilasanmi? Bu savolni berish menga qanchalik og'ir. Xudo senga yana bir imkoniyat berayotgan paytda, sen vijdoningni qayoqqa yo'qotding? Vijdon nimaligini bilasanmi o'zi? Mahrga 2 xonali kvartira olding. Eng qimmat restoranda dabdabali qilib to'y qildirding. Lekin 3 kun bo'lsa ham ularning xizmatini qilmading-ku. Shumi seni g'ururing? Oyi, yana boshlayapsizmi? Ey bola, meni ko'nglimni qoldirmagin. Men osmondagi oyman deb ham tasavvur qilmagin. Sen endi ko'rgan juvonsan. Bilib qo'y. Qaynanang to'g'ri aytdi. Ko'rpangga qarab oyoq uzatishing kerak. Sen takabburlik qilding. Ertagayoq borib kechirim so'raysan. Nima? Menmi? Agar kechirim so'ramasam-chi? Nima bo'ladi? Unda meni ona demagin. Sen uchun onang o'lgan. Oyi, Oyijon, Ha. nima bo'ldi, tinchlikmi? Kimnidir kutyapsizmi? Yo, shunchaki o'zim o'tiribman bolam. Bo'pti, men ishga ketyapman. Mayli, yaxshi borib kel bolam. Yaxshimisiz, oyijon? Yaxshiman? Hayolingiz parishonga o'xshaydi. Yo, yaxshiman. Yaxshiman bolam. Meni o'ylama, ishga bor. Baraxo. assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sen nimaga kelding? O'g'lim. Jim bo'l. Men haligi meni kechiringlar. To'g'risi, xatolarimni tushunib yetdim. Menga yana bitta imkon bersanglar degandim. Men sizlarni xonadoningizga loyiq kelin bo'lmoqchiman. Voy qizim. Kelganingiz rost bo'lsa. Aslida o'z uyingizga keldingiz. Qani, ichkariga kiring. Sen bolam ishingga bor. Yo, men anaqa 1 soat kech bo'lsam ham bo'laveradi. Doim ishga shosharding-a. Ha, mayli. Kelin, kiringlar. Yuringlar. Yur, ketdik. Yuring, oyijon.